Bu sen edingmi? Ha, bu men edim. 내 같은 시간 속에 떠다니는 Where are you going? Where are you going? Sening playlisting. 5-qism. I Am Studios havaskor dublyajchilar jamoasi taqdim etadi. U avval boshdanoq farq qilardi. Bir kun avval Oppa, oppa. nima? Ko'rmayapsanmi? Hoy, hozir buni vaqti to'g'ri emas. Hozir ovqatlanmang. Yo'q. Bilasizmi, Parkxona bu? Oppa, meni eshiting. Parkxona hozir Yodonxo bilan birga. Kel, bog'da uchrashamiz. Soat 12da uchrashaylik. Bu jiddiy narsa emas. Bu javobsiz sevgi. Sen haqiqatan ham Sen haqiqatan ham Yungdo bilan uchrashyapsanmi? Nima? Qani menga ayt. Sen men bilan yaqin munosabatda bo'lmoqchi emasmiding? Sen hatto menga o'tmishni unutishni aytganding. Yoki yo'qmi? Nima bo'lganda ham kechirasiz, janob Dukman. Mudo'stlik va uchrashish ular juda turli xil. Sen juda shafqatsizsan. Sen rostdan ham menga mos emassan. 아님. bu necha soat davom etdi? Bu gazaklar men xohlagandek emas. Bu gazaklar men uslubimga mos emas. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Nega hamma bunday deyapti? Bekdongelar. Barchasi yig'iladi. Bugun mening oppam juda xafa bo'ldi. Agar kimdir meni oppamni xafa qilsa, bugun 2-sinfdan 5-sinfgacha barchasi to'sib qo'yiladi. Sen bilan nimadir yuz berdimi? Yaxshimisan? Ular haqiqatan ham
Do'kman, sen bu opani ko'rdingmi? Aktyor Gibbongbongni shartnomasi maktab hujumidan keyin bekor qilindi. Xo'sh, nima bo'pti? Aytmoqchimanki, bu o'tmishda sodir bo'lgan. Lekin menimcha, senga o'xshagan yulduzlar hozir juda arzon bo'ladi. Ha, sen uchun yana bir ma'lumot. Ushbu maqolani yozgan kompaniya bu bizning ofis. Men ularga qo'ng'iroq qilib olib tashlashni aytaymi? Nima haqida gapiryapsan? Men hech narsani tushunmadim. Men senga tushunadigan tarzda aytib beraman. Men seni hozir ogohlantiryapman. Qattiqqo'l odamni masxara qilasanmi? Agar sen yashashni istamasang, Big Donkeylar, yig'ilish qilmang. kel, yaxshi bo'laylik. Nega? Nega u haqida ko'p qayg'urasan? Men tushunmayapman. Nega men emas, aynan Dongu? Bu men bo'lishim kerak. U axir hech kim. Nega? Nega men emas, nega Dongu? Xona men bilan uchrashyapti. U hozir ham men bilan uchrashyapti. Shuning uchun hozir seni his-tuyg'ularingni qabul qila olmaydi. 고백 못 받아주죠. Endi esa Xanani boshqa bezovta qilma. 안 괴롭혀요. Only you 나 고백할게 너에게 아무것도 몰랐던 것처럼 그대로 있어주면 돼 Nega bunday qilding? Men senga yordam berishni va yengil tortishingni istadim. 대학교 생활 할것 같아서. Nima? Hech narsa. Men ketdim. To'g'risi, men o'sha kuni borgan edim. Men juda afsusdaman. Meni kechir. Sen bilan birga bo'la olmadim. O'shandan beri menligimni bilib, menga ergashdingmi? Yo'q, bu haqiqatan ham tasodif edi. Bastalovchi ekanimni bilasan. Men seni kuylaganingni eshitdim va ilhomlandim. Shuning uchun senga xabar yozdim. Bu kimligi menga ham qiziq edi. Lekin bu sen ekanligingni ko'rdim va senga ergashdim. Men tanigan odam kelishini o'ylab ko'rmagan edim. Mayli. Men ham shunday qilaman. Buning uchun katta rahmat. Ertaga yana uchrashguncha. Meni kechir. 나 고백할게 너에게 아무것도 몰랐던 것처럼 그대
그대로 있어주면 돼 가까이 마주한 꿈에서도 Hammasi joyida. 너를 다시 만날 때마다 숨이 멎어버릴 것만 같아 너의 손 잡고 걷고 싶어 꿈에서도 이 순간도 내 하루도